Gördünler mi? Ana etizi pakisi oru yutunlar. Gapni oldinlarda aytib qo'yay. Agar Leoncio Bayzada kelib qo'riqdan rozi bo'lmasa, bo'shanlik qilganlarni bog'lab qo'yaman. Tezmemiz. Hoş gepsiz Leoncio Bayzada. Sirti uzun turib ketdingiz-ku. Shundaq, sirti uzun turib qoldim. Men eng zo'r tirishchanlik bilan qo'riqni siz bachaqdagidek boshqarib keldim. Buningga ishonman. Kechiring Bayzada. Hamma qaytib ishlash. Tezmemiz. İşlanglar. Tez bo'linglar. Ninglar. Yaxshi, Fransisko. Yaraysiz. Qo'riqning mahsuloti tövəlləməyəndə qıldıq. Bayzada, ruxsat qilsangiz bir ig'iz gap qistiray. 7-8 oylarda mahsulot oshdi demadimi? Joyda, rost eshitdi. Men qo'llarni qattiq tutdim. Bo'shanlikqa qilch yo'l qo'ymadim. Xo'jadarlikqa qilibingsan bajim. Buningga ishonchim komil. Qarasam uyda qig'idak ishmi yo'q-ki, shunga uy qullarining yerimini qumushliq avatdim. Bak obdan qilsa. Sizning yolg'iz yoki mehmonlar bilan birga kelishingizni bilmagachga, o'zimcha uylarning hammasini tayyorlatib qo'ygandim. Bu mu joyda bo'pti? Biroq hozircha mehmonlarim yo'q. Rost gapni qilsam obdaroq aram elvog'im bor. Ma'qul emasa, ekinzorlikqa chiqarayotgan qullar ilmi shu yerda bir qismi sizni kutishga qolgan xizmatingizga yetadi. Ekinzorga avatilgan uy qullari qanchalik? 10 nechadan Bayzada. Dedeklarni avatganmidan? Yo'q, ig'ir ish qilolmaydigan dedeklarni Babkaxonni qoldirdim. Shuncha tirishib baqsammi Babkaxonning ishi zodi rivoj topmayotdi Bayzada. To'xtabdir, Fransisko. Bir gapni so'rab olay. Men kelgandim bu yan bir kishini ko'rmayman. Atqachilik bilan mehmonxonaga kirib chiqib yurdigan heliqini deyman. Boshqacha aytsam, bultur uyimizga baxtsizlik keltirgan heliqchi. Izora. Izora. Hemen körüşüp duruşuvatsan. Xo'jayin sirtda uzun zaman turib, yengili qaytib keldi. Uni qarshi elish yüzsüdün. Bugün belgilimidin sırt yarım saat ortiq dam elishsan. Qani hozir hemen chiqib ketish. Tez ulush. Sen toptor Izora.
Sen sel tuttur. Seni bek sığındım. İkimiz uzakta görüşken qadi nasladek obdan paranlaş olaylı. Qandaqıraq. Obdan turib atamsın. Rahmet sizge. Yaxşı duruvatımın. Şundaqmı? Vaysıqıdaq yerim yok. Tek xoşal tetik oxşamamsın. Bundaq sesiq tərpirab turduğan qullar bilan belli eğir iş qilish. Sendek məlumatlı qızğa münasib emas. Mən bu aşılağı oxşaşlı qul. İşlemçiге hiç qandaq yada sesiq tərinin puruğu purumaydı. Mundaq de. Biroq anam bilan Malvina zalda ish tikib o'tirgan chog'larda sen ular pianino chap beratding. Shu joy sanga texim munosib qo deyman. Ular hayat çağlarını mən məngi unutmayman. Ular həmra bolğan çağlarım bək köngüllikdi. Lekin hazır o öy kirsemli könglim bozuldu. Şuna maňa yanılmış şey yaxşı. Nima? Qo'riqda endi sana həmra bo'lishga loyiq odam qolmagandimi? O iş bu işin tallığılı dedəknin nima haddi? Buyrığanğa maqul degilik. Yaxshi. Men ketgandan buyon ishning yo'lini bilib qolgandek turasan. Sen muloyimlashgan siri umaqlashib ketadigansan. Öz salayıtım əzəldən özəmge məlum. Albatta. Biroq sen burun gap so'zda mundaq itoatman emasding. Mən faqat özəmning nima ishqa munosibligimni da'vatman. Bunu bilaman. Biroq hozir xo'jayining yenib keldi. Bundan keyin yenik ish qil. Bu yerda ular bilan chaqchirib o'tamsanmi bo'ladi? Texmo muvaffaq bir joysini kutib turdi. Fransisko apandi dedi o. Sizni qarshi elish yüzüden bugün yarım saat artıq dam oladi ekanmiz. Endi berib biraz aramay olsam bo'lamdi. Bo'lmaydi. Men endi yenib keldim. Bundan keyin qildigan ishingni hozir bekitishim kerak. Xo'sh, meni nima ishqa buyuraysiz? Ras, qo'lig'im yumshoq bo'lib qopti. Bundan keyin yengilroq ishlarni qil, Izora. O'zingga loyiq ishni qil. Mana qara, mening gapimga kirsila. Men qullarga ancha qattiq qo'lma emas. Siz meni nima ishqa buyurmoqchi deb bera olasizmi? Deb beray. Seni yenik, ko'ngillik ishlarga salmoqchi. Meningcha shu topda boshlasam bo'ladi. Masalan, meni suyib qo'y. Seni qachon suyakin deb. Kaçtık saldı Rita. Ben anladım. Orası cigerlikke. Cigerlikmiş dehi. İzora çokum aklıdan azdı. Beksadını mı kız gılmıgan var mı? Hem hak sen bitti. O yaxşı akıvet görmeydi. Qarab dur görümüz. 3 gün möhlet bermin. Deginimde qilmasa. Sana bu yerda joy yo'q. Shiga qumushliqda qumush o'raysan. Kuniga 14 soatlab ishlaysan. Qani hozirgacha bilmaydigan ishingni o'rganalamsan yo'q. Mening da'vatqinim qul xo'jayinining buyrug'iga bo'ysunishi kerak. 3 kunlik möhlet. Izora. Hey Rita. Bir iş isim kilatıdı. Neymiş? Maria hat yazalamdı. Yazalaydı. Qani yaza.
Pardon. Ko'nglingiz ne? Zadi tushunmabdi ekanman. U mening xatoligim. Qo'rqma. Xuddi alvas kirgandek bo'lib ketyapsan-ku. Ayol kishi mening oldimda muncha bo'lib ketsa bo'lmaydi. Bir ishingiz bormi? Shuni sen hesab qo'y. Men sana 3 kunlik muhlat bergan. Hozir 2 kunlik qoldi. Darhol bir qaror kelishing kerak. Unutma. Izor. Faqat 2 kunlik qoldi. Babxonadan chiqib bu uyning malikasi bo'lish bo'lmasliging faqat qandoq javob berishingga bog'liq. Qaysiningga to'xtaysa? O'zing bir qarorga kel. Bitti. Hamma ishni o'rnashtirib bo'ldim. Har bir do'konimizga birdan odam eg bo'lib turdi. Әмсе әтімің аламдықта да. Hech qanday qiyinchilik yo'q. Mening ansiraydig'inim bizni deb xizmatinglarga ta'sir etmas bo'ladi. Unda ish yo'q. Ota bola ishkimizmi dam oldigan yerga kelgan. Qandoq dedim? Kampus qaytqanimiz bek obdan bo'ldi. Sizga qarab xush bo'lyapman, apa. Paytaxt tug'unni ayt ko'ngillik turdik. Biroq Tobiyasnimi ko'gim keldi. Hozir 2 kun vaqtim qoldi. Darhol bir qarorga kelishing kerak. Unutma, Izora. Faqat 2 kunlik vaqtim qoldi. 2 kunlik. Odamni qarosatlaşdi qilmajmi? Bu nima deganing? Bu o'zdan naqdgar. Bu yere tas qamlashibdi. Ismim yezilibdi. Rahmat. Izora. Hech qiz yo'q, hech qancha ish yo'q. Sen xila joyda ekan, xila qaltis qiz ekansan. Unutib qolma, sana berilgan muhlatdan 1 kun qoldi.
ko'nglingizni tushunmabdikanman. U mening xatoligim. Biroq sizning muhabbatingizga noil bo'lib qolganligimni boshqa qullarning bilib qolishini xohlamayman. Siz bek chiroyli. Burun men bek takabburlik qilib ketibdiman. Ahmoqlik qilibdiman. Mening möhlatga qarab turg'im kelmadi. Shundaqdimi uydan jirag'roq joyda ko'rishsak. Ati tushdan keyin soat 3da Koli o daraxtining tubida sizni kutaman. Izor. Kiring. Parakanda qildim. Babkaxonaga chiqay deb turatdim. Meni birisi chaqiryapti. Yo'qay. Bu yerga kirishim. Sen bilan so'zlashmoqchi edim. Santa. Shundaq, ismi Santa. Bilmedim Begzademning esida bormikin. U hozir babkaxonada ishlayotdi. Lekin u uy ishlariga bek chiverdi. Santa albatta esimda bor. Andres. Ko'zing xil malton edikan-jim. Andres, payt tanlashni bildikansa, bugun men nahayt xo'shal. Shunga har qanday talablarga ma'qul deyman. Santa bilan to'y qilsang bo'ladi. Men qo'shilaman. Qo'riqqa ushaq emgak kuchlardan ko'proq deb berasizlar. Ishlaydigan emgak kuchlarni biz qarshi olamiz. Amisi bugun uning bilan ko'rishalaysa. Sen dadamni qanday quchirtib qolding? Men o'rnimdan turibla talatisini aylanaman. Quyoshning shikaqmish tarafdan ko'tarilishini ko'raman. Dadam g'ojdar bo'lmasala seni ko'ramamikin deb mush qo'riqni chegilaydi ekan. U mendan sana gap aytib bergan chaqda ikkimizning ap emasligini bilmaydi-da. Izora, men o'ylab baqsam. Sana bek yomonlik qilibdiman. Meni kechirgin Izora. Izora. Meni kechirgin. Men albatta seni kechiraman, Roza. Biz obdan do'stlardan bo'lib qolamiz. Hozir men qilgan bu xizmatingdan men intayin minnatdor. Mushunchalik ish bilan bo'lsam ko'nglimni bildiray dedim. Lekin men dadamning qishi qanday bara olaman? Soat 3da ishlaydigan tursa. Buni men o'ylab qo'ydim. Tushlik tomoqni yapilib Fransiz kun topsa, mijozim yo'q deysa. Bu birinchi qitim bo'lgandikin u ishinidi. Rost ishnami? Ishinidi. Men sening telegingni tilab turman, Izora. Rahmat sana, Roza. Sening bu yaxshiligingni qaytara olishim tez, lekin men menga unutmayman. Sen Izora'ya nima shumla qilding? Sening chatag'ing nima? Bo'ldi Roza, sen Mariyan tepkilib uning bir nimalarni yozg'izing. Yani Izora'ning yatag'idan qo'lyog'ini olib chiqding. Sen deganga men bir ish qilman deb to'la donlashma. Ha! Buni sen bilan nima aloqasi? Haqida baqanaqni, jiningga o'q bo'l. Osh. Dadamni tepish hayotimdagi eng cho'ng orzuyim. Men sizning dadangiz. Dada. Kechikib qoldimmi? Qo'rqdingmi? Men bu yerga kelganimni kechiring, lekin O'zing Mishel ko'rsak deb tikansan-ku. siz bilan Nim bo'ldi? Tadın jaxlığını bilaman, lekin pek eshib ketsin bo'lmaydi dedi. Xetangni topshirib olib pek xush bo'ldim. Endi aramizda hech qanday ko'ngilsizlik bo'lmaydi. nima xat? Men xat yozmagan-ku. Men yozmagan? Amiz qarab baqib buni kim yozdi? Buning qo'rqadigan nimasi bor? Men seni yaxshi ko'rman, bu sana ma'lum. Men seni yaxshi kutaman. Men boshqa erlardek emas. Maqtagman. Nim bo'ldi? Dedim-ku seni yaxshi kutaman deb. Bu Rozaning ishi. Sizni menga texim o'sh qilib buni Roza qilgan. Xatni o'zing yozgan.
Şununla ittiripli qutulmoqchimi? Xubsanlik qilma. Qasam ichib beray. Bu xatni men yozmagan. Bundaq ishni men hargiz qilmayman. Men tushundim. Meni mazlashtirish uchun o'ynayotgan o'yinkan-da bu. Sen meni maymundek o'ynatmoqchi. Bu asli mumkin emas. Mübarek olsun Santa, men hammani anladım. Rahmet sana Rita. Anders şikalağa baxt tileyme. Rahmet. Bək yaxşı oldu. Qo'y tez. Sen qildim. Men nimani? Seni kechirmayman. Qo'yat! Qo'yat deyman. Yurmas paskina. Meni qo'ymas. Voy paskina. Seni öldürmek Qo'yat! Ulan tat! Ulan tat! Onu etmemiş. Kullarının soqışığı yol koymayman. Onu 4 gün qamab, aş qo'yinglar. Shu joqda yuvashlaydi. Qandaq? Yana ne itingdan yanmamsa? Amini bir kuni o'zgarsin. Bu jazoning sana foydasi bor. Sen onu ko'rdingmi? Faqat yiroqdan birla qitim ko'rdim. Qandaqmi qilamiz? Mushundaq ishlarga Xudo nim deb yo'l qo'ydigan. Qarasam uning hali bekliyaman. Shundaq bo'lmaychi Santa. Bechora qizim. 2 kun bo'ldi emasmi? Santa, Yanvariya. Onun çoxum birisi yardım qılalaydı. Hozir kim o bizga yordam qila olar? Malvina xonimning inisi, Enrik yodinglarda bormi? Yodimizda bo'lmaychi. Meningmi yodimda. U ochizdaklar nihoyat obdan bo'ldi. U Izora'ga bek yordam qiladigan o'tgan qatim poytaxtga grafnikiga berib, Izora'ning hurlik guvanamiz akaga shu Enrik. Men bilaman. O bugun ibtivoqqa orqi keldi. Enrik kampusga kelibdimi? Men Jaimi bilan shaharga sodliqqa borganda shu yerdagilardan angladim. Janobi Enrik bizga yordam qilib qolsa ajab emas. Ay, biz bir amal qilib janobi Enrikni topaylik. Lekin bu xabarni uning kim yetkazadi? Men borsam bo'ladi. Ko'zingiz yetamda? Jinim tenim dili bo'lsa, Izora mushalda tursa, men qarab tura olaydim-mi? Kim? Men, Migil efendi, men. Oh, Yanvariya. Qani marhamat. O'tiring. O'tiring. Qandaqlash bu yerga kelib qoldingiz?
Diyonsiyo Beyzade. Diyonsiyo Beyzade. Nima ish bo'ldi? Megil efendi otliq mushaq qarab kelyotidi. Izorani bo'shatayotganing suzukmiki? Ya'ni ilgirkidek qo'riq kirgizmasanlar bo'lmadimi? Biroq bu qatim u yolg'iz emas. Nima? Janobi Enrik efendi bilan birga kelyotidi. Enrik? Enrik sizning qaynonangiz. Aniq ko'rdingmi? Ko'rdim Beyzade, aniq ko'rdim. Ular yaqin kelib qoldi. Ma'qul, Izorani bo'shatib et. Biroq men yetib borguncha u uydan hargiz chiqmasin. Xo'p Beyzade. Sen hozircha hujrangdan chiqmay tur. Sal turib, yot biroz kep qolmasa, men seni chiqarib o'taman. Biroq esingda bo'lsin. Mayli kimni ko'rsang, mayli u dadang yoki boshqasi bo'lamdi. Jazolanganining to'g'risida bir eg'iz tinmaysan. Ya'ni Ariyadan sana tamoq kirgizib beraman. Diqqat qil, Izora. Bu yerdik ishni haq bir eg'iz tinmaysan. Bo'lmasa dumbani bo'lishig'i yeysan. Dumbanga qamchi tegis qandoq bo'lganligini tex bilmaysan-ku deyman. O'chig'ini deb qo'y, sening qamchi yeb qilishingni men xohlamayman. Leonsiyo Beyzade tushdan keyin Andres bilan Santaning to'yini qilishni qaror qildi. Rahmat. Bu ishga janob tut. Marhamat, havo bak issiq azroq ichili. Bo'ldi, chiqib ketdi. Megil efendi, siz degandagidek emas. Rost qizingiz og'rib qoldi, biroq ancha eg'ir emas. U o'zining o'jirsida obdan kutilyotdi. Uningdan ham qilmasangizmi bo'ladi? Anlasam o jazoga tortilibdi. O ko'tiramaydi. Uni nima deb jazolig'idaymi? Yo'q gap bu. Siz qachon biroq quldan angladingiz. Ular bunday gaplarni to'qishga bek usta. Siz o'ylab baqing. Men Izorani jazolaymanmi? Unda qilsam onamga behurmatlik qilgan bo'lmamdimi? Buni degan odam yolg'on aytmaydi. Agar xohlasangiz berib ko'ring. Buni men bilib boray. Bu siz mundaq deb turgandan keyin Bo'ldi, Leonsiyo. Izora ras jazolangan taqdirdimi bu chaqchi u yerda turmaydi. Bizning buningdan boshqa muhim bir gapimiz bor. Muhim gapimiz? Sen o'z vaqtida men bilan jiq kishining oldida Izorani hurdab chakallig'anding. Lekin u yilg'uchi qul. Buni qanday tushundirsa? Branca, gandola de renda caindo na anca, embalando o berço do filho do senhor, que há pouco tempo assim a ganhou. Pele encarquilhada, carapinha branca, gandola de renda caindo na anca, embalando o berço do filho do senhor, que há pouco
ganhou.